Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ishlatilgan mebellar rossiyskiy stenkalarni 4 metrli, 4,5 metrli stenkalar har xillaridan bor. Ular reklama qilib beramiz. Narxlarini chiroyli qilib, dastlabkilari bilan qilib beramiz. Unaqa chiroyli alohida addini bo'ladi. 5 ta narsa joylarga moslab qo'ysa ham bo'laveradi. Hammasini bir marta tanishtirib o'tamiz. Bir boshdan servantdan boshlayveramiz. Uni razmeri 1.10. Alohida bo'ladi. Qulfiyatlar hamma yo'q ishlaydi. Tortmalaridan taxtadan ishlangan. Belarusyaniki. Buni jupini 900 ming qilib beramiz. Aynalari hamma yo'q radniy o'ziniki. Va ishlari ham tiniq holatda. Qulfiyatlari eshigida hammasini ishlaydi. Mana ishlari tortma hamma yo'q zo'r ochilib yopiladi. Holati tiniq. Buni narxini o'lchasini 900 ming qilib beramiz. Faqat o'sha ham bir jupi bor. Addini ham sotilaveradi. Jup olaman deysa ham, dona ham, jup ham addini ham sotilaveradi. Bu Bulgariyaniki. Ichida polkalari hamma yo'q o'ziniki. Eshiklari bunaqa yog'ochdan bo'ladi, polirovanniy. Ichlari, polkalari hamma yo'q to'liq. Buni narxini donasi 550 ming, jup olaman deysa 1 million qilib beramiz jupini. Tayda polkalari hamma yo'q tiniq. Holat ideal sostoyaniyada. Jupiga 1 million, donasi 550 mingdan beraveramiz. Tepada knijniy polkamiz bor, dualginada, uni 100 ming so'm qilib beramiz. Addini ilayga pastavkalar orqasida joylari ham bor. Mana stenkamiz bor. Buni razmeri 4 metr. Keyin tepalar addini antresollari ham chiqadi. Keyin u 5 ga ham bo'linadi. Ponneli bitta, 2, 3, 4, 5 ta narsa, ikkita pinalini yonma-yon jup qo'yib, 2 eshik ishga bo'lib qoladi. Joylari ham moslab qo'yib ishlataverasizlar. Mana bu shoner joyi. Mishlikasi mana polkalari ham bor. Polkalarni chuchur addini ichilsa, yuzini toshlar ham tegib qolmaydi. Bu servant joyi mana. Aynalari hamma yo'q o'ziniki. Tayda polkalari ham bor. Hamma yo'q radniy holat turibdi. Nima remont to'lib, ishlanmagan, rushalari ham temirdan, eshiklar polirovanniy. Bu bar qismi polkasi yetaverib berasizlar, avvaldan ishlangan. Keyin bu bardali nima qo'yadigan joylari ham bor. Suv qo'yadigan joyi ekan. Zapchaslari bor, bir-biriga qatoraydigan. Holati tiniq ideal sostoyaniyada. Va shanerlari hamma yo'q o'ziniki. Tayda polkalari ham bor. Mana. Tiniq stenka. Joylariga moslab addini qo'yaverasizlar. Bu mana bag'ishiga joy. Buni narxini 2,8 ming vodiylar dastakamiz bepul. Shopir borgandan keyin shopirdan tushirib olib, stengani ko'rib olib pulni beraverasizlar. Holati tiniq ideal sostoyaniyada. Hech qanday remont olmay, alishmagan. Changa yengillartilgan xolos. Xo'p, keyin badana shonerimiz bor, kupeli. O'rtasi ayniy bo'ladi. Mana polkali joyi bu mana holatlari, ichlari. Bag'ishiga joyi mana. Tayda tortmalari ochib yopilishi zo'r. Bag'am vishilka mana. Buni narxini 1 million qilib beramiz. 1 million 300 mingga vodiylar dastakamiz bor. Bu taxtali shoner, hamma yo'q yog'ochdan bo'ladi. Polkalari ham uzun ekan ichlarida. Oshmoqchilar splashni ketgan bo'ladi. O'rtasida ayniy ham bor. Buni narxini 900 ming qilib beramiz. 900 ming qilib beramiz. Holati tiniq. Mana 3 ta eshikligi bor, rossiyskiy. Oshmoqchilar splashni bo'ladi. Bir tomoni polka. Bir tomoni vishilka. Buni narxini 600 ming qilib beramiz. Holati tiniq. 120 lik rossiyskiy shoner. Xo'p. Adana stenkamiz bor, polirobka eshiklari chexskiy. 4 metrli bu. Bitachasi 1 metrdan bo'ladi, shoneri, ikkita servant, o'rtasida bari bo'ladi. Ichlari. Holati tiniq buni ham. Antresollari addini chiqadi, polkalari ham antresolning ichida. Mana polkali joyi. Bu 3 bo'lak bo'ladi. Vagnetlar hamma yo'qchilik, tepasi addini, o'rtasi addini, tayi ham addini 3 bo'lak. Holati behijolat ichlari. Yurchalari ham temirdan bo'ladi. Zavadskiy narsa hamma yo'q radniy o'ziniki. Buni narxini 2,8 ming
vodiy bilan dastakamiz bepul bunga. Mana komplektda holati tiniq. Joylar holati tiniq. Adin joylarga moslab qo'yishaveradi. Mana ichlari hamma yo'q o'ziniki. Bunaqa 2.800 ming vodiy bilan dastakamiz bepul. Ba'zida mana 4,5 metrligi bor. Polshaniki Krasnodaryo deydi. Hamma yo'q radni o'ziniki. Polkalariga chiqat alishmagan. U 4,5 metr. Hamma yo'q radni o'ziniki. Holatini ko'ryapsizlar. Bashta yangidek turibdi. Bizdan remont qilganimiz hamma yo'q shunday turibdi. Ishlab turgan joydan to'g'ri chiqdi. Shu shifoneri ham bor buni. Joylariga moslab adin qo'yishda ham bo'laveradi. Bemalol mana ichiliklari ham temirdan. Juda baquvvat narsa. Buni narxini 2.900 ming vodiy bilan dastakamiz bepul bunga. Holati tiniq yangidek narsa. Bunda antresola, antresollari ham ajraydi, o'rtasidan bo'linadi. Taglari 60 sm joyli narsa. Bu divanimiz bor, spaniya divan, ham divan ham spaniya bo'ladi. Yog'och. Buni narxini 900 mingga beramiz. Rossiyskiy divan. Ham divan ham spaniya.